Qo'rqmaysanmi, ey yigit? Bir qizni pok niyat bilan ishontirib, keyin va'dangdan qaytganingda Allohdan qo'rqmaysanmi? Qo'rqmaysanmi bir kuni Alloh senga o'sha qizning o'rniga o'zingning qizing yoki singling bilan sinov yuborishidan? Qachonki o'sha qiz kechasi yig'lab sajdada Robbim o'zing kifoya qil desa, senga qilgan duosi qabul bo'lib qolishidan qo'rqmaysanmi? Balki u birovning erkatoy qizi, singlisi, kelajakdagi onasi edi. Bugun esa iztirob ichida yuribdi. Shu holat seni bezovta qilmayaptimi? Sen unutgan va'dalaringni Alloh unutmaydi. Sen ortga qaramading, lekin har bir sindirilgan qalb, har bir so'nmagan ko'z yoshi qiyomatda senga guvoh bo'ladi. Qo'rqmaysanmi, ey